Ziqna dehqonning ombori kalamushga to'la edi. Qoplarni kemirar, hamma joyda shitirlash. Majburan oq mushuk oldi. Mushuk kalamush ovlashni maqsad qildi. Kecha kunduz ishladi. 3 kunda hammasini yo'q qildi. Ombor jim bo'ldi. Dehqon o'yladi, kalamush yo'q bo'lsa mushuk nima keragi bor? O'sha kecha mushukni haydab yubordi. Bir necha kundan so'ng kalamushlar qaytdi. Avvalgidan ko'p zarar ko'rdi. Bu safar fermer qora mushuk oldi. U aqlli edi. U kalamushlarni o'ldirmasdi. Shunchaki ularni jarohatlardi va natijani ko'rsatib keyin qo'yib yuborardi. Har kuni kalamush tutdi. Dehqon xursand bo'ldi. Uni mukofotladi. Kalamushlar esa hech qachon butunlay yo'q bo'lmasdi. Asta-sekin dehqon mushukka bog'lanib qoldi. Mushuk esa bemalol yashay boshladi. Psixologiyada bu ortiqcha mukammallik tuzog'i deyiladi. Oq mushuk ishini mukammal bajardi va shu sababli kerak emas bo'lib qoldi. Shuning uchun ba'zan 100% ish sizni chetlatishga sabab bo'ladi. Kichkina nomukammallik ko'pincha eng xavfsiz tarzda yashash qoidasiga aylanadi.